Topdingizmi, yo'qmi? Yo'qda, buksirovka mashina tortadigan Yo'q, yo'q aka. Cobalt birinchi ko'rsataman mana. Buksilga tortadigan narsasi bor. Oldi bamperda ham, keyin orqasida ham bor mana. Ko'rdingizmi? Gentrada ham bor, hamma mashinada bor, lekin 12 ta biz topa olmayapmiz. Orqasida ham yo'q, mana. Buni tortish mumkin emasmi umuman mana? Qayerdan ushlab tortiladi bu? Balki reshotka almashtirgandan bo'lgandir, ha? Nima deysiz? Eslolmayman, reshotkada ham yo'q edi menimcha. Yo'q edi. Orqada bo'lish kerak, yo'q-ku. Orqada yo'q lekin aniq. Balkim reshotka almashtirilgan-ku, o'shanda bo'lishi mumkinmi, nima deysizlar? To'g'ri, ko'chada qolib ketadigan bo'lsa, nima bo'lar ekan, a? Bu birovga yordam ham bermas ekanda, birovga tortish kerak-ku, misol uchun ko'chada biron kim qolib ketadigan bo'lsa, bu yordam ham bermas ekan bu mashina, aka. Hamma o'zini aravasini o'zi tortsin ekan. Aka. Yangi bo'lsa mana 1,5 yil bo'ldi chiqqaniga akkumulyator yangilayapmiz. Har yiliga bitta yangi bo'lishi kerak ekan. Elektriklarni aytishi bo'yicha. Yangi qo'ydik. Sal o'tirib qolsam yurmas ekan, a? Shunaqa ekan. Miyasiga ko'proq tok kerak ekanda buni. O'zi zaryad kam berar ekan. Dinamo 13.9 zaryad berar ekan, qolgan mashinalar 14-15 berar ekan. Mana 12silar, ma'lumot sizlar uchun. Har doim akkumulyatorga qarab yurish kerak. Ko'cha-ko'yda qolib ketsangiz, qolasiz. Evakuator ham olib ketmas ekan, tortish yo'q bunda. Videoni 12si bor tanishlaringizga albatta yuborib qo'ying. Keyin fikringizni ham yozib qoldiring 12si haqida. Nima deysiz siz?